Assalomu alaykum azizlar. Bugungi 21-oktyabr o'zbek tiliga berilgan e'tibor kuni bilan chin qalbimdan barcha ustozlarni, shu pedagogika institutida o'qiyotgan talabalarni, qolaversa yurtboshimizni, barcha millatimizni til bayrami bilan tabriklayman. Shunga bir to'rtlik aytib beraman. O'zimdan kelib chiqib bir so'z aytay desam men, davra menga tor edi. Tarix uzra o'zbegim o'z tiliga zor edi. Bu dunyoga kelganimda asli tilim bor edi. She'riyatda shu tilim o'zimga dor edi. Chunki o'sha dor ostida cho'lponim ham bor edi. Multillagan ruhi birla Qodiriy ham bor edi. Rahmat azizlar. Yana bir bor bayramlaring muborak bo'lsin, til bayramlaring.